Yaqinda bir ajoyib voqea bo'ldi. Bizani mahallada deyarli hamma ibodatda, lekin bitta bola bor edi. Shu yoshligidan to hozirgacha ibodat qilmagan, namoz ham o'qimaydi, umuman mahallaga ham qo'shilmas edi. Ichkilik ichadigan, shunaqa uzun yo'llarga yuradigan bola edi. Gapirsa, o'zim bilaman, aralashmalaringdirdi. Yanvar oyining oxirlarida, endi u bola anchadan beri Rossiyada ishlardi, borib kelib yurardi. Yaqinda Rossiyadan keldi, mehmonga chaqirdi. Bordim. Shomni birga o'qidik. Keyin o'tirib suhbatlashdik. Gap orasida men biror bir kuchliroq olimga duch kelibsiz shekilli, biza tushuntira olmagan narsani sizga tushuntiribdi. Men xursand bo'ldim, namozlarni boshlabsiz, xulqingiz ham ajoyib, o'zingizni tutishlaringiz ham ajoyib, yaxshigina dars olibsiz shekilli deb so'radim. Keyin u kulib, yo'q, men olim odamga duch kelmadim. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni boshqa hidoyatda bo'lmagan odamlarni tilidan ham ko'rsatib qo'yaverar ekan odamzodga, dedi. Men bir yahudiyni gapi sababli o'zimni kimligimni angladim, deb qoldi. Keyin men voqea nima bo'lganini so'rasam, o'tgan yil Rossiyaga bordim deb bir yahudiyni qo'lida ishladim deydi, korxonada. 9 oy ishladim. 4 oy ishlagan pulimni berdi dedi, 5 oyini bermadi. Hozir pandemiya, pul yo'q, bu yoq deb bahona qildi. Pulni ololmaslikka ko'zim yetdi. Ishxonadan chiqib ketayotgandim. Meni kuzatib turgan boshqa bir yahudiy keksa yoshli kishi meni chaqirdi deydi. Bu pulni bermaydigan ko'rinadi. Men senga pulingni olib beraman. Mana shu manzilga borsang, bir kishini ismi familiyasini aytdi deydi. Shu odamni topasan, mana shu boshlig'ining akasi bo'ladi u. O'shanga aytsang olib beradi, dedi. Deydi. Keyin bordim, akasini topdim. Akasiga bo'lgan vaziyatni tushuntirdim. Akasi, nahotki meni ukam shunaqa qilsa, deb ajablandi-da, bitta qog'oz yozib berdi. Faqat menga qog'ozni ochma va o'qima. Olib borib qo'liga bersang, pulingni hammasini beradi, dedi deydi. Keyin qog'ozni olib yana ishxonaga keldim. Ishxonaga yaqin qolganimda ichimdan shunaqa bir narsa paydo bo'ldi deydi. Nega qog'ozni ochmagin dedi. Ehtimol boshqa yomon gaplar yozilgan bo'lsa-chi. Ochib ko'rsang nima bo'pti, deb o'zimga o'zim shu gaplarni gapirib qog'ozni ochib ko'rdim, lekin o'qiy olmadim. O'zlarini o'sha ibroniy tilida yozilgan ekan deydi. Telefonga rasmga oldim, ehtiyot shart deb. O'sha keksa odamga o'qitaman, keyin beraman dedim deydi. Ishxonaga kirib hali keksa odamga o'qitaman deb turuvdim, boshliq ham kelib qoldi deydi. Keksa odam meni niyatimni tushunmasdan u yahudiy boshliqqa bergin deb qog'ozni shuni meni qo'limdan olib boshliqqa berib yubordi deydi. Bu nima deb so'radi boshliq deydi. Akang berib yubordi, mana shu qog'ozni senga, dedi deydi. U yahudiy boshliq, ishxonani boshlig'i qog'ozni ochib o'qidi-da, kulib menga orqamdan yur. Idem dedi, ishxonasiga olib kirdi dedi, o'zini xonasiga. Seyfdan pulni olib 5 oylik ish haqimni to'lig'icha sanab berdi deydi. Menga xafa bo'lma, shunaqa bo'lib qoldi, ishlavur, dedi-da deydi. Bo'ldi, bo'shsan dedi. Pulni olib tashqariga chiqdim. Lekin bitta narsaga sira ham tushunmasdim deydi. U qog'ozda nima yozilgan bo'lsa-ki, bu hech narsani so'ramasdan menga pullarni hammasini sanab berdi. Biror haqorat yozilganmikin, yo bir boshqa gap yozilganmikin, shuni bilishga qiziqdim deydi. Pulni olib boshliqning xonasidan chiqib ketayotgandim. Hali keksa kishi pulingni oldingmi dedi deydi. Ha, oldim. Lekin bitta narsaga tushunmadim. Shu qog'ozda nima yozilgan ekan? O'qib hech narsa demasdan pullarimni berdi-ya, deb hali keksa yoshli odamga aytdim deydi. U yahudiy, nima qizig'i bor, pulingni olgan bo'lsang ketaver endi, dedi deydi. Men telefonga rasmga oldim. Shuni o'qib bergin dedim deydi. Keyin u kulimsirab, senga qog'ozni yozib berganda ochmagin, o'qimagin demovmidi? Nega unaqa qilding, dedi deydi. Keyin men har ehtiyotga qarshi rasmga olganman, shuni o'qib ber dedim deydi.
Keyin u telefonga qaradi-da deydi. Ты что, musulmaninam stali deb yozilgan betda dedi deydi. Bu nima degani bilasanmi? Sen nima musulmon bo'ldingmi yoki musulmonchilikni qabul qildingmi degani dedi deydi. Shunda jahlim chiqib, endi gapirmoqchi edim. Jahling chiqmasin, o'zingni bos. Uspakoysa dedi, o'tir dedi deydi. Keyin menga hammasini tushuntirib berdi deydi. Bu bizlar uchun eng og'ir haqorat hisoblanadi. Musulmon bo'lib qoldingmi yoki musulmonchilikni qabul qildingmi desa. Chunki hozirgi zamonda faqat musulmonlar bir-birini aldaydi. Musulmonlar bir-birini yomon ko'radi. Musulmonlar bir-birini haqorat qiladi, haqini yeydi, zulm qiladi, aldab ketadi. Hamma joyda o'sha bir-biriga ozor yetkazadiganlar musulmonlar. G'ayri dinlar kamdan kam ozor yetkazadi. Yetkazsa ham musulmonni qo'li bilan musulmonga ozor yetkazadi. Biz musulmonlarni yomon ko'ramiz, lekin ularga o'xshab qolishlikdan o'zimizni ehtiyot qilamiz dedi deydi. Shunda men hayron bo'lib, unaqa do'stsan desam, agar sen biror bir musulmonni qo'lida Chechen yoki Dog'iston yoki Ozarbayjon yoki shunga o'xshaganlarning qo'lida ishlaganingda ehtimol pulingni ola olmasding dedi deydi. Men musulmonlarning hammasini yomon demayman, lekin 70%, 80% sizlarning oranglarda mana shunaqa buzg'unchilik rivojlangan. Bilasizlarmi nima uchun? Chunki sizlar Xudo sizlarga jo'natgan kitobni o'qimay qo'ydinglar, o'qib amal qilmay qo'ydinglar. Qur'onda yahudiylar haqida juda ko'p xabarlar kelgan. Ularning yomon insonligi, Alloh taolodan qo'rqmasligi, hamma narsani bilib turib Alloh taoloning diniga amal qilmasligi to'g'risida ko'p gaplar kelgan. Bilasanmi nima uchun kelgan o'shalar? Yahudiylarga o'xshab qolmanglar deb kelgan. Lekin sizlar bugun deyarli kam sonli musulmonlardan tashqari qarib aksar musulmonlar, 70-80% musulmonlar yahudiylarga o'xshab bo'ldinglar. O'shalarga o'xshab hayot kechirasizlar, o'shalarga o'xshab yashaysizlar, o'shalar nima qilsa, o'shalarning izidan izma-iz borasizlar. Oldin yahudiylar mana shunaqa edi. Bir-birini aldirdi, xiyonat qilardi, haqqi aytganlarini o'ldirardi, yolg'on gapirardi, aytilganlarga amal qilmasdi. Hozir sizlar shunaqa bo'lib qoldinglar deydi. Bilasanmi shuni sababi nimada? Sababi shuki sizlar Allohning kitobini o'qiysizlar, lekin amal qilmaysizlar. Yahudiylar ham mana shunaqa bo'lgan. Bizlar odobni musulmonlardan o'rganganmiz. Sizlar odobni yahudiylardan o'rgandinglar. Hozir sizlar pulga sig'inasizlar. Yahudiylar mana shunaqa edi, pulga sig'inardi. Sizlar pul uchun hamma narsani qilishga tayyorsizlar. Sizlar pul uchun ibodatdan ham voz kechasizlar, sizlar pul uchun birodarlikdan ham voz kechasizlar, yolg'on ham gapirasizlar, xiyonat ham qilasizlar. Kerak bo'lsa Xudodan ham yuz o'girasizlar sizlar dedi. Keyin bu meni g'azabimni qo'zitdi. Unaqa dema desam deydi, menga gapirib qoldi deydi. Mana sen o'zingni kim deb bilasan? Musulmon deb bilasanmi? Ha, dedim deydi. Namoz o'qiysanmi? Yo'q dedim, chunki o'qimasligimni biladi. Aroq ichasanmi? Ha, dedim, chunki birga o'tirib ichganman deydi. Zino qilasanmi? Biladi zino qilishligimni. Yolg'on gapirasanmi? Biladi yolg'on gapirishligimni. 20 ta gunoh sanadi hammasi menda bor dedi deydi. Lekin haligi yahudi menga qarab, mana 20 tasiga hammasiga iqror bo'lding. Seni musulmonliging qayerda deganda men javob bera olmay qoldim shu gapga deydi. Keyin jahlim chiqib, meni yomon ko'rar ekansan, musulmonlarni yomon ko'rar ekansan, nega menga yordam berding desam deydi. Men hozir ham seni yomon ko'raman dedi. Biz shunaqamiz dedi. Yomon ko'rish bizning qonimizda bor. Lekin men senga yordam berganim yo'q. Men o'sha o'zimni ham millatim, dindoshim bo'lgan yahudiyni zarariga bo'lsa ham, seni foydangga bo'lsa ham pulni olib berganim, bu meni o'zimga yordam bergani. Chunki hozir men buni olib bermasam, sen borarding, umringni oxirigacha o'zing, ota-onang, mahalladoshlaring, yurtdoshlaring yahudiy millatini la'natlab o'tarding. Mashi qilgan ishi uchun. Bu to'g'ri, noto'g'ri ish qildi. Shunga loyiq edi. Lekin shunga kelayotgan qarg'ish menga ham kelardi. Buni qilgan ishiga men yemagan hisobsamga pul to'lamay deb, seni foydangga bo'lsa ham mashi ish qildim. Men senga emas, men o'zim uchun yaxshilik qildim. Shuning uchun sen musulmonman deb o'zingni atamagin. Chunki senda va senga o'xshaganlarda musulmonchilikdan asar ham yo'q. Sizlar o'zinglarni aldab yurgan odamsizlar. Sizlar oxiratinglarni o'ylamaydigan, faqat dunyosini o'ylaydigansizlar. O'sha kitobda kelgan yahudiylarni kiyimiga
o'rangan kishi sizlar bo'lasizlar, yahudiylardan hech qanaqa farqinglar yo'q deb aytdi deydi. O'sha ta'sir qilib keyin o'sha yerda o'zida deydi o'sha kunda man tavba qilib ibodatlarni boshladim. Bundoq o'ylab qaralsa, haqiqatdan uning aytgan gaplarida jon bor. Haqiqatdan to'g'ri aytgan. Hozirgi kunda bizning o'rtamizda tarqab ketgan odatlar deyarli hammasi islomga zid bo'lgan, bir vaqtlar yahudiylar odat qilgan odatlar. Alloh asrasin hammamizni.